sizlardan bitta iltimos qilaman. Bu video uchun emas. Jannatga kirganingizda bizni ham unutib qo'ymang. Sizga yordam berayotgan hech kim unutib qo'ymaydi. Xo'p, maylimi? Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Bosh qurtlab ketgan, butun boshi o'zi ilvillab ketyapti. Men noto'g'ri tushunmanglar, bu holatni sizlarga ko'rsatishim kerak. Hozirda akamizni bitta oyoqlari va ikkita qo'llari yo'q. Yoshliklarida tok urgan va hozirda boshlari rak. O'zi bir marta sinov kelgan, yana shunaqa sinov keldi-da, boshimdan. Bu Allohning irodasi bilan bo'lyapti-da. Ichimda nima Allohga yaqin bo'lish. Narigi dunyoda, balki jannatlarda joy bor. Mahshar kuni qiyomatda Allohga yuzlanganingizda nima deb gapirasiz? Xudoga shukr. Allohning bergan sinovingga rahmat. Allohdan eng ko'p nimani so'raysiz? Ketishimni, ota-onam baxtiga sog' bo'lish. To'g'risi buni sizlarga qanaqa qilib ko'rsatishni bilolmayman. Bu bosh va boshni to'liqligicha orqasi yiringlab ketgan. Tok urish natijasida bu ochilib qolgan. Videoni ko'proq odamga yuborib qo'ying. Ko'proq insonga tarqatib qo'ying. Men 8 yoshimda tok urdi, harakatdan qolmadim. Alloh uchun yashadim. Biz bu ikkita qo'lma ikkita oyoqni qadriga qanchalik yetishimiz kerak? Juda ko'p. Juda ko'p. Tomonidan tok urgani ham yaxshi deyman. Nimaga? Ko'p ko'zim ochilgan. Masalan nimada? Butun odamdan ko'p. Yigitimiz 2003-yilda tug'ilganlar va ularda bosh o'simtasi raki va ikkita qo'llari, oyoqlari yo'q. 8 yoshlarida tok urish natijasida shu holatga kelib qolganlar. Bu uylarida ham ikki xona. Bu to'g'risini aytaman, uy deyishga ham ozgina xijolat qilman va hamiladan bitta narsani so'ramoqchiman. Bu yigitimiz millatlari tojik, lekin O'zbekistonda yashayaptilar. Meni ko'rayotgan hamma o'zbek, qirg'iz, tojik hammadan bitta narsa so'ramoqchiman. Biz hammamiz aslida bitta jonmiz. Bir butunmiz. Bir-birimiz uchun. Hozir shunaqa paytda bir-birimizga mehr ko'rsatmasak, qachon ko'rsatamiz? Qo'lingizdan kelgancha bu akamizga siz ham yordam qiling. Befarq bo'lmang. Hech bo'lmasa videoni tarqalishida yordam bering. Bir dona istoriya bilan hech kim kam bo'lib qolmaydi. Bir dona like bilan, qo'lingizdan kelgancha ehson bilan. Inshaalloh bu akamiz hali oyoqqa turib ketsalar, duolarda sizlarni ham eslaydilar. Voy, ko'rayotganinglardek bosh qurtlab ketgan, butun boshi o'zi ilvillab ketyapti. Men noto'g'ri tushunmanglar, bu holatni sizlarga ko'rsatishim kerak. Hozirda akamizni bitta oyoqlari va ikkita qo'llari yo'q. Yoshliklarida tok urgan va hozirda boshlari rak. O'zi bir marta sinov kelgan, yana shunaqa sinov keldi-da, boshimdan. Bu Allohning irodasi bilan bo'lyapti-da. Ichimda nima Allohga yaqin bo'lish. Narigi dunyoda, balki jannatlarda joy bor. Mahshar kuni qiyomatda Allohga yuzlanganingizda nima deb gapirasiz? Xudoga shukr. Allohning bergan sinovingga rahmat. Allohdan eng ko'p nimani so'raysiz? Ketishimni, ota-onam baxtiga sog' bo'lish. To'g'risi buni sizlarga qanaqa qilib ko'rsatishni bilolmayman. Bu bosh va boshni to'liqligicha orqasi yiringlab ketgan. Tok urish natijasida bu ochilib qolgan. Videoni ko'proq odamga yuborib qo'ying. Ko'proq insonga tarqatib qo'ying. Men 8 yoshimda tok urdi, harakatdan qolmadim. Alloh uchun yashadim. Biz bu ikkita qo'lma ikkita oyoqni qadriga qanchalik yetishimiz kerak? Juda ko'p. Juda ko'p. Tomonidan tok urgani ham yaxshi deyman. Nimaga? Ko'p ko'zim ochilgan. Masalan nimada? Butun odamdan ko'p. Buni og'riqlarini, kechasi uxlolmaydiganlarni ko'rib faqat tuzalib ketsin, shunchalik sinov keldi bunga. Yiringlab ketgan joy
olganingizda qo'lingizga tegib ketsa qanaqa holat bo'ladi? Boshqacha bo'ladi. Endi ilojim yo'q. Qaramasam kim qaraydi? Tashlab qo'ymayman shunday. Ikkita qo'lingiz bilan oyog'ingiz qaytarib berilsa, olib bezarmishar? Yo'q. Surxondaryoga ketaman-ku. 5 kundan keyin otam sog'lab kelaman. Hech nimaga aralashmayman. Sizlardan bitta iltimos qilaman. Bu video uchun emas. Jannatga kirganingizda bizni ham unutib qo'ymang. Sizga yordam berayotgan hech kim unutib qo'ymaydi. Xo'p, maylimi? Albatta. Hammasi tin-tinigacha, har bir holat, har bir narsani hisobot qilib sizlarga qo'yib berib ko'rsatamiz. Faqat befarq bo'lmang, iltimos. Sizga ehson qilayotgan, yordam qilayotgan hamma uchun ham duo qiling. Alloh rozi bo'lsin. Alloh akbar. Biz Eralini o'zlarini ham karta raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Inshaalloh o'zlari bilan ham bog'lansanglar bo'ladi. Homiylar uchun telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol telefon qilsanglar biz lokatsiyalarini ham beramiz. O'zlari bilan ham bog'lantiramiz. Qo'lingizdan kelgancha befarq bo'lmasdan yordamga hissa qo'shish uchun bemalol telefon qiling va yordamga qo'shiling. Ehsonga qo'shiling. Nasib jannatga kirayotganingizda bizani ham qolganlarni ham unutib qo'ymang. Hozirda kadrda ko'rgan insonlaringiz ismlari Eral. 2003-yilda tug'ilganlar va ularda onkologichskiy boshlarida yiringlash, butun bosh orqa miyasi oqib tushgan. Sizlarga qanaqa video olishni men to'g'risi bilmadim, qanaqa tushuntirishni bilolmadim. Shu sababdan bor narsani shunchaki ko'rsatib beraman. Eralning uylari 2 xonali uy va bu uy ham aslida arenda. Ular kvartirada turishadi. Eralning ahvollari bugun juda ham og'ir. Tasavvur qiling, oddiy bitta mana shu joyingizni bitta tirnab ko'ring yoki shox bilan yoki nimadir bilan qiring, qanaqa achishadi, qanaqa og'riydi. Bu insonni butun boshli orqa miyasi ko'rayotgan kadringlardagi orqa miya butkul oqib tushgan va buni og'rig'i endi tasavvuring qanaqa bo'ladi. Bu faqat so'zligini his qilish bo'lgan, so'zligini tushunish bo'lgan narsa. Lekin aslida buni og'rig'i. Bu holat juda ham qiyin. So'z bilan sizlarga yetkazib berish, tushuntirish juda ham qiyin. Mana ko'rayotgan har biringizdan, hammalardan iltimos qilib so'rayman. Shunchaki befarq bo'lmang. Bir dona like, istoriya tarqatib qo'yish hammamizdan qo'limizdan keladi. Hech kim bitta like bilan, istoriya bilan kam bo'lib qolmaydi. Qaytanga bu bosayotgan like'ingiz, bu tarqatayotgan ishingiz, bu istoriyalaringiz, bu duolaringiz kommentariyada bu insonga podдержка bo'ladi. Ya'ni quvvat bo'ladi va albatta ehsonning mukofoti ehson bo'ladi. Albatta inshaalloh o'zingizga qaytadi. Hozir uchun bizning videolar rekka chiqmayapti. Juda ham ko'p kommentariyada reaksiyalar, duolar yozib tashlash kerak. Videoni tarqatish kerak. Shuning uchun hammalardan iltimos qilibgina so'rab qolaman. Va barcha videolarni bizning Telegram kanalimizda hisobot qilib qo'yib boryapmiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Tez orada biz Eralkani Hindistonga operatsiyaga olib ketmoqdamiz. 100 million, 200 million, 300 million va 400 million va bugungacha bo'lgan hamma cheklari mana ko'rishingiz mumkin. Va yana bitta yaxshilik, Eralkamizni pasportlari chiqdi. Endi Hindistonga uchib ketamiz. Azizlar, biz sizlar bilan salkam 35 ming dollarga yaqin pul yig'dik va tez orada Eralkamiz bilan Hindistonga uchib ketamiz. Videoni minglab, millionlab insonlar ko'rishdi va mingga yaqin, 10 mingga yaqin insonlar kommentariyalar yozdi. Hozirda mana duo qilayotgan hammalarga rahmat. Bizning Instagramimizda ban bo'lib qolgani sababli videolar chiqmayapti. Iloji bo'lsa kommentariyada polin reaksiya tashinglar. O'shanda biz bandan chiqib ketishimiz mumkin. Videolar ko'proq inson ko'rishi mumkin. Bir dona like bosib qo'ying. Biz esa qolgan hamma hisobotlarni endi birma-bir qo'yib ko'rsatib boramiz. Qancha yig'a olamiz deb o'yladingiz? Shu aytgan pullarni yig'amiz deb o'yladim. Alloh yetkazdimi? Yetkazdi. Amin. Inshaalloh. Va ko'rishingiz mumkin. Eralkani pasportlari tez orada vizasi chiqishi bilan biz Hindistonga yo'l olamiz. Videoni bitta istoriya qo'yib, Eral uchun duo qilib qo'yinglar va bizga obuna bo'lishni unutmang. Inshaalloh hali ko'plab insonlarni birgalikda qutqaramiz.
iltimos qiladigan narsam hammanglardan Eral aka uchun duoda bo'linglar. Sababi hozir ularda juda ham og'ir proses ketyapti, og'riqlar kuchli. Shuning uchun qo'lingizdan kelgancha duoda bo'lsanglar, biz xursand bo'lardik. Erali haqida menga to'liq ma'lumot hali berishmayapti. Sababi o'zingizlar ham bilasizlar, bu har doim uchraydigan kasallik emas, noyob kasallik. Aynan bir nechta davlatlar bu kasallikni atkaz qildi. Hozirda biz Hindiston turibmiz. Bu yerda ham aniq hali gap etilmadi. Faqat bitta narsa bor. Ertaga ertalab soat 6 dan 9 gacha analiz tekshiruv bo'ladi va shunga qarab turib javob etiladi. Hozir to'g'ri so'z bilan juda ham bir yomon holatdaman. Eralni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Eralini shaxsan Hindistonning eng kuchli professorlarining o'zlari nazorat qilib tekshirishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Eng yaxshi sharoitlarda berilgan va inshaalloh nasib sog'ayib ketadi. Men faqat shunga harakat qilaman va sizlardan ham shu narsani so'rab qolaman. Duoda to'xtamaylik. Qarang, biz noshukur bo'lib yurgan paytimiz, tanasida, jasadida og'riq bo'lsa ham, qiynalayotgan holatda bo'lsa ham, akamiz Alloh rozi bo'lsin, jumlaga chiqib yuribdilar. Ko'pchilik so'radi, nima qilyaptilar, Erali yaxshimilar? Azizlar, talabalarga binoan bugun Erali aka oldilariga yana keldik. Akajon, hozir ahvolingiz qanaqa? Alhamdulillah, ancha yaxshi. Hindistondan kelganimda undan ham yaxshi. Ancha o'zgarishlar ko'p. Xo'p, bizda hozir reabilitatsiya, ya'ni qayta tiklanish va inshaalloh hozir bunday davolanish jarayoni ketyapti. Biz hozir Toshkent shahar onkologiy больницадamiz. Ko'z tegmasin, Erali aka ahvollari juda ham yaxshi. Alhamdulillah. Juma qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Ko'ngillarimiz ham bir yorishib. Hindistonda qolmadik-ku. Qiyin bo'ldi. Qiyin. Bitta iltimos. Shu videoga bir dona like bosib qo'ying. Va sizdan iltimosim, mana shu ko'rayotgan, sizga ehson qilgan, yordam qilgan, bizani videolarga befarq bo'lmayotgan insonlarni bitta duo qilib bering. Amin. Kimga yordam qilgan bo'lsa, inshaalloh biriga men bersin, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin, farzandlarini baxtiga sog' bo'lsin. Kimga yordam qilib ehson qilgan bo'lsa, Allohim unga 1000 daraja qilib qaytarsin. Alloh. Shuncha do'stlarimiz bor, biron oilalar bor, o'shalarga ham Allohim shifo bersin. Befarq bo'lmaylik, eng granisi befarq bo'lmaylik. Shukr qilaylik. Amin. Allohu akbar. Chunki oxir menga alam qilayotgan narsa, umraga ketishimiz kerak edi, biletlar hamma narsa tayyor. Erali omonatini topshirdi. Hozir O'zbekiston Toshkent vaqti bilan 1 soat oldin olamdan o'tdilar. Kim qatnashmoqchi bo'lsa, kim janozalarga bormoqchi bo'lsa, Surxondaryoda janozalar bo'ladi. Telegram silkamizni istoriyada qo'yganmiz. Kirib o'tib, bemalol lokatsiyani olib kelsanglar bo'ladi. Juda ko'p Allohni zikr qilardi. Mumkin emas, o'rningdan turma desa ham, qochib ketib bo'lsa ham jumalarga boryotdi. Juda o'limini bilgan ekandek. Alloh bilan juda yaqin bo'lib qoldi. Men Eralning oilasiga, yaqinlariga, u uchun qayg'urgan hammaga hamdardlik bildiraman.
gapirib turadi. U kimga qachon qaysi payt beriladi uni hech kim bilmaydi. $100 million, 200 million, 100 million, 400 million. Tunlar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan asnodlarga